Lablarni yana Reyko do'stlar bilan biz qishloqda uchun yashab ko'rmoqchimiz. Qani boshladik. Bizning yana bitta kichkina maydonimiz bor. Hozir u yerga borib yuramiz. Qishloqlar chiqib ketmasligi uchun men bu yerni yopib qo'yganman. Chun odamni turib olamiz. Mana bu yerda qishloqqa futbolchilar. Bu yerda esa kuzatuvchilar joyi. Men bunaqa stadionlarni ko'p qurganman, lekin shu qishloqni oldida qurganim uchun shu yerga shu qishloqdan nefratini chiqaryapman. Bular mana bu qani oq soch. Mana bu darvozabon, yo'q bu hakam. Ko'kchegira boshqa qishloq, mana bular esa boshqa qishloq. Siyoh ranglardan 3 ta bor ekan. Olov ranglardan bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7, 8, 3. 8 o'ynashadigan. Hozir ular men o'zlari bo'ladi. Men bu yerni bak qishlog'i 7 ga 3 bo'lyapti endi. Bu yerdan chiqib oldik. Mana bu mening shu maydonda kichkina uyim. Bu yerda o'zimning narsalarim, yotoq va mana bu narsalar yasash uchun. Men hozir hech bola kerak emas. O'zimni o'zim sal o'yin qilib bloklarga qo'ymoqchiman. Mana bunaqa. Shuning uchun sal qishloqdan uzoqroqqa ketamiz. Chatdagilar, like bosib qo'yinglar, yangi kirganlar. Qalmoq bularni olamiz. Endi qaranglar, zo'r narsa. Mayga bitta blok qo'yamiz hozir. Bizga tegib ketadi. Qaranglar. Shuni topinglar. Va tamom. Qishloq qo'riqchilari qaytdikmi? Shular bilan bir urushib yurasim. Qani qishloqqa ketdik. Bitta titadan 38 blok chiqarib olibmiz. Bu ancha yaxshi. Hozir 58 titan bor. Bulardan demak 38 bo'lsa biz bir 2000 tacha blok chiqarib olamiz ekan. Qishloqqa yetib keldik. Biz qishloqdan yana taniqlar olsak hech bola yo'q. Ancha biz agar o'tamiz. Kartoshka bor ekan. Shugina. Bu yerdan esa chiqmadi. Mayli, boshqa agradlar ham bordir. Mana bu yerga. Mana bu yerda 3 ta kiritganman ham bu. Bu kerak emas narsalar. Mana bizga kerakli savzlar.
Menga sabzi kerak edi, sabzilar ham topdik. Bu yerda yana ayyarab shu yaqin orada yana boshqa qishlog'im ham bor edi. Qayerdanligi esimda yo'q. Shuning uchun qidirib yuramiz. Bu yer nima bo'ladi? Bu qishloq sabzi bilan kartoshka agratlar koniga. Mana bu yerda ham umuman va yana orqamda bu yerda o'ta ham ko'p ekan. Uncha agratni nima qilishadigan bilmadim. Menda 48 ta kartoshka, 28 ta sabzi bor. Men bemalol endi bu qishloqda bemalol uzoq vaqtlar yashashim mumkin. Bu qishloqda bemalol yashab, ko'p vaqtlar shu qishloqda jonli hayotimizni davom ettirishimiz mumkin. Chatdagilar, men shu qishloqda necha kun yashab qola olishimni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Agar to'g'ri topganlarga o'zimni sovg'am bor. Uni yana bitta qishloq to'g'rimizda, ash qishloqqa ham borib olamiz. Keyingi jonli efirda qaysi o'yinni o'ynab chiqarishimni kommentariyaga yozib ketinglar. Siz aytgan o'yinlarda albatta o'ynab chiqarishga harakat qilaman. Bu qishloqda hech kim yo'q o'xshaydi. Mana bu yerlarda ham g'alati. Bu qishloq umuman g'alati ekan. Agaratlari qayerda ekan bilmadim. Bu yer kutubxona qishlog'i shekilli. Buni kutubxonalar bor. Lekin mana bu yerda esa xatolik. Mana o'ta katta xatoliklardan biri. Mayli. Men bu qishloqda baribir ko'p qolmay o'zimni qishlog'imga boraman. Bu yerda hech bola yo'q. O'zim qishlog'im yaxshi ekan, o'zim qishlog'imga qaytib olaman. O'zim qishlog'im qaysi tomon dedik? Chapdan o'ngdanmi? Chapga borib yurilishi to'g'rirami? Chapda. Menimcha chapda edi qishlog'im. Qayerda ekan qishlog'im bilmadim lekin. To'g'risi yo'qotib qo'ydim qishlog'imni. Orqadamikin? Ha, rostdan orqada ekan. Yaxshi, qishlog'imizni topib oldik. Maydonimiz qani ekan? O'ni maydon. Tezroq borib olishimiz kerak, chunki kech tushyapti. Qornimiz ochib. Kartoshka olamiz. Bitta kartoshka yarimta qorin to'ydirish joy yetadigan mana bulardan yarimtasiga. Ikkinchi bitta ovqat joyi to'ladigan. Kartoshkani o'rniga sabzi ekan, kartoshka foydasiz ekan.
pulab olamiz endi. Uy, bu senlar bu yerda nima qilyapsizlar? Endi uxlaymiz. Birinchi kun do'stlar, birinchi kunni ham tugatdik. Endi ikkinchi kunga o'tamiz. Do'stlar, maydon yoqdimi? O'zi kichkina maydon. Mana yerda odamlar o'tiradi, bir nechta odam faqat ekan. Hisob kitob qilaylikchi. Bir 40 ta 30 ta odam sig'sa katta gap. Bo'pti do'stlar, bu qishloqda qolgim kelmayapti. Men maydon qurgim kelyapti. Maydon qurgani boshqa joyga chiqamiz. Bu yerdamidikan? Mana mening boshqa maydonim. Bu ancha katta maydon. Lekin men bundan katta maydon qurmoqchiman. Shuning uchun boshqa joyga o'tamiz. Mana bu yerda maydon qurmoqchi edim. Bitkazib kelmagandi. Endi birga sizlar bilan bitkazaman shu maydonimni. Maydon atrofini oq bilan o'rab olamiz. Shunaqa qilib maydon atrofini aylantirib chiqib olsak, mana maydon atrofini ham aylantirib chiqdik. Endi u markazini topib olish kerak. Lekin men bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 degan. Demak, hozir 15 o'rta bo'lishi kerak. Bitta qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Shu yerda o'yamiz. Chunki bu yer maydonning markazi, sentri bo'ladi. Sentrni oqdan bo'lishi kerak. Endi mana bu tomonga bir blok chiqarishimiz kerak, chunki xatolik bo'lib qoldi. Ya'ni xatolik bor ekan, ashuni bilmaganimni endi ashuni to'g'rilab chiqamiz. Buni olamiz. Yangi kirganlar obuna bosib qo'yinglar. Obuna bilan like bosinglar. Ya bilet. Bitta rosa ko'p ko'rdik. Oqdan qilaman deb bundan qo'rqdim. Endi hammadan texnik xatoliklar bo'ladi. Bu texnik xatolik markaz bo'lsa, bunaqasini hisoblab olish kerak. Buni qanday hisoblasam bo'ladi? Hech biri ko'rinmaydi. Maydon atrofini o'rab chiqishim kerak.
Maydon atrofini mana bu olovlardan bir qilsam, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, olti, yetti, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 degan o'yinjon bo'ladi. O'yinjon bo'lsa, hozir biz bo'ldi. 7dan keyin bitta ustun quramiz. Ustunda esa biz mana bunaqa qilamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To'g'ri qildimmi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana bu yerda bo'lishi kerak ekan. Bitta adashibmiz. Mana maydonni ustunlarni 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 qo'yamiz. 1, 2, 3 bularni hozir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana maydonni shunaqa qilib bitkazishimiz kerak. Lekin pichiga hali juda ham ko'p. Negadir nariyoq kattaga o'xshayapti. Bilmadim, lekin kattaga o'xshayapti. Bitta, ikkita, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, olti, yetti. 1, 3, 4, 5, 6. Mana u tomonda 7-siga qo'yib qo'yamiz. Mana bu yerda bo'lishi kerak ekan o'zi bu. Endi to'g'ri. Endi ancha qisman bo'lsa ham to'g'ri. Shu yerdan qilsam yo bitta chiqarish kerak ekan. Mana bu yerdan qilsam kattaga o'xshab ketadi. Shu normalli o'rtacha. Hozir nechta chiqaribmiz? 1, 2, 3, 6 ta chiqaribmiz. Shuni qilib qo'yib olamiz. Bo'ldi, maydonni deyarli tayyor. Endi oldigani tomoshabin o'tirgan joyda qurish qoldi. Lekin men u yerni uncha qurgim kelmaydi. Qurgim kelmasam, lekin sizlar uchun quraman. Sizlar ham men uchun bir dona like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Men albatta shu like'ni 50 ta qilganinglarcha men shu maydonni qurib bitkazaman.
Sizlar shuni 50 ta qilib qo'ysanglar, men shunda shu maydonni bitkazgan bo'laman. Mana atrofni bitta aylantirib chiqdik. Endi odamlar o'tirgan joyga ham yetdik. Odamlar bitta tepada bo'ladi. Mana endi bu yerga mana bundan qo'yib chiqa olamiz. Shuning uchun odamlar shunda o'tirsa kerak. Shuning uchun normallisi shu. Eng normallisi. Hop, odamlar shu bitta tashlab yuboramiz. Bu yerni shunday qildik. Endi bu yerga ham qo'yib olamiz. Men bu maydon unchalik katta qilib kelmayapti, chunki men to'g'risi umuman bunaqa narsa qurishni yomon ko'raman. Men asosan o'zi anaqalarga qiziqaman. Hali qishloqlarda yashash, o'zim sil joylarni izlab topishni yoqtiraman. Chat, sizlar meni nimada tomosha qilayotganinglar yozinglar, men siz nimada o'ynab chiqar ekanimni aytaman. Men o'zi oddiy telefonda o'ynab chiqaryapman. Ancha yomonlar bor menlar telefonda o'ynab chiqaradigan deb. Telefonda bo'lsa ham o'ynab chiqaryapman. Endi uxlab olamiz. Bu ikkinchi kun do'stlar. Men to'g'risi menimcha bir 10 kuncha chiqara olsam kerak. Chunki men uncha uzoq chiqarib kelmayapti jonli. Chunki sizlar haligacha laykda 20 ta qila olganinglar yo'q. Shunaqa qilib aylantirib qo'yib chiqib olsak. Shuna chuqur aylantirib chiqolsak, qo'yanni ertaga chiqarsam kerak.
Bo'ldi. Ikkita tomonni aylantirib chiqib oldik. Maydonning ko'rinishi hozircha men lekin hozirdanoq ko'rgim kelmayapti bu maydonni. Biz o'zimizni joyiga qaytib olamiz, o'zimizning kichkina maydonchamizga. Mana bu to'plar tepilmasa ham to'plar men tashlashga deb so'rish qilim kelyapti. Mana bu yerda bittasini ko'rib qoldim. Mana bu portlovchini portlamasdan oldin uni yo'q qildik. Endi qolganlarni ham qidirib olamiz. Shunaqa qilib mana buni o'ldirib olamiz. Bo'ldi do'stlar, mana orqamda mahluqlar koni bo'lyapti. Ya. Demek bu yerda bir nechta ekanini bilmadim. O'zim ishimni davom ettiraman. Biz tushib ketib qoldik. Orqamizdan esa mana bular quyasi quvlab kelmoqda. Bizning jonimiz oz, tezroq yugurishimiz kerak shuning uchun. O'ldik. Mana bu yerda paydo bo'ldik. Biz bu nari tomonda o'lgandik. Shu tomonga boramiz. Qochim bilan mana bu yetimchalar o'zini o'ldirdi. Maydalar. O'ldim mana bu yerda. O'zimga narsalarni yasab olishdan foydalanaman. Bu yerga mudliga kirmasak bo'lmaydi. Chunki o'zimga kerakli so'tlarni olib
ularga qarshi jang qilamiz. Kamon ular albatta mana bu endi qo'lga mana buni ham o'tish kerak. Bo'ldi. Endi biz bemalol buni kirsak ham bo'ladi. Ya, do'stlar. Biz mana buni olishdi. Vita so'ngan shunchasi qayerdan keldi? Bilmayman. Maydon qilgan fillar mana bu bittalarga olishga ketdi. Churorli ne qo'ymasak bular joni kirib olishi mumkin. Meni oldini olmay bor. O'zim bemalol harakatlana olmayman. Oltin olmani oldik. Endi bemalol mana bu zombilarga qarshi urinadigan o'zbekcha ham mana bemalol men urishib manchi bizga yani narsa bemalol biz endi hali bular sonmingta. Agar shular kirolmaydi desalar kommentariya qilolmaydi agar men so'raganlar albatta uddalaysizda bitta layk bosib o'tishni unutmang. Shuni inobatga olingki, endi oldini olmay ham bor. Bu olma bilan men bemalol men jonim ketmayapti. Men qila olaman. Jonim ketsa ham bo'lib qoladi. Bu olmani bitta esa ikkita jon qo'shimcha bo'ladi. Undan keyin u jonlar ketgandan keyin ketgan jon avtomatik to'lib qoladi. Men buni ayaganim sari foydalanish ancha ozayishdi bular. Mana bu umidcha yomon chiqdi. Iloyim qolmagan bo'lsin. Zirik betdan bular. Menimcha do'stlar qolmadi, biz bemalol o'ynay olamiz. Yo'q, mana bu yerda qolib ketibdi. Shuncha
yirishganmi shu urib bular. Mana qarang. Uy, uy, bitirmay. Men bu yerda ortiqchaman. Hozir chiqib olay. Mana bu yerda narsalar. Men o'lgan joyimni topishim kerak. Men stadionni oldi o'lganim ajib. Stadionni topdim mana. Biz ketdik endi. Men qayerda o'lgandim men bu qishloqning qayerida? Yo sosda o'ldimmi, yo qayerda o'lganimni eslolmayapman. Ular men zombilardan qochar ekanni. Va qayerdadir o'lib qoldim. Men mana bu yerlarni qo'yib, urdim. Va mana buni topdim. Topib oldim. Mana mening narsalarim. Negadir menda sandiqdagi joy yo'q. Agar menda sandiq bo'lsa, men shularni qo'yib olgan bo'lardim. Men hozir nimani bo'shatishim mumkin? Suvda kiyolmayman. Kamonda o'qini tugatish kerak. Boshqa ilojim yo'q. Kamonni shu yerga otib tursam, ketirib olaman. Bitta qolibdi. Ikkita bat tugadi. Sandiq. Qayerda sandiq? Belit. Sandiq yo'qolib qoldi. Sandig'im yo'qolib qoldi. Sandig'imiz yo'qolib qoldi. To'slanmadan Black bosib qo'ydi. Men dara joner boshlagan vaqtim kichkina edi, ko'rgan bo'lsanglar. Hozir o'zib ketib qolibdi. Endi mana bularda sandiqqa solib qo'yamiz. Sandiqqa. Chunki bular menga kerak emas. Yani menga foydasi yo'q masalan. Joy to'lib qolibdi-yu. Mana buni nima qilib bitta. Qani bitta blok. Mana bu bitta bloklardan o'zingga olish. Buni ham bo'shatamiz. Bo'ldi. Endi biz nima qilishimiz? Shuning uchun biz
konchilikka yetib ketdik. Shu yaqin orada g'or ko'rgandim. Ash g'orni ichiga tushib, ko'mir qazib ko'ramiz. Sizlar esa shu jonivori bitta dona like bosib qo'yishni unutmanglar. Kim bo'lyapti yinib bani? Mana u mitta so'mgacha tirik qolib ketgan ekan. Boshqa g'orga boramiz ekan. Boshdan birida g'alatilik mana bu tomondagisiga boramiz. Lekin yo'l yo'q. Lekin betdan sekin ketib uyimizga yaqinlashib qolamiz. Uyga yetib uxlaymiz. Qo'lim ochguncha bitta zo'rlab qo'ydi. Uy. Ilvaramiz va tortamiz. Bittada 3 ta. Hop. Bunday qilib soatlab, kunlab qilishim mumkin, lekin men uxlashim kerak. O'tamiz ketdi. Oldin olmani keyin bularni qurib tashlaymiz. Mana bitta keraklilarga men bilan olishadi. Ulardan meni 1 metrda qanaqa deyman olishgan men. Uy. Nima? Poliç tutmada. Bunu qilib uxlaymiz. Va do'stlar, 3-tunni ham boshlab oldik. Tunni boshlaganni nima qilishdi bilmayman. Tunni boshlaganmiz. Mana Titan qayerdan keldi? Slimmergan mana bu. Yo'q. Filmlardan juda ketibdi. Men nima qilishni bilmadim. O'zimcha endi ixtiro qilib berdim. Yerni pastgacha qazuvchi. Dedi. Oldu.
Yo'q, buni o'qishdan chiqaman. Kamiga yomg'ir ham yog'yapti. Alam qiladi deb o'ylayapman. Sizlar bilan nima qilasizlar? To's qilmaymiz. Bu yigitdan avvalda momoqqa ham chapdi. Texnologiya. Shunaqa portlab ketishim. Naqdi. Chap. Vaqt bilan tugatilsa. Aslida portlab qolamiz. Chaqmoq soat ko'rdinglarmi desa, ko'rganlar kommentariyga ko'rdim deb yozib qo'yish. O'zi ketsin. Yana ko'rmay ketishim mumkin. Ko'rmagan narsa hozir chaqsak ko'rsatamiz. Endi zo'r chaqdi. Ko'rganlar maza qildi. Ko'rmaganlar esa yo'q. Chaqib ko'rgan. Uncha portlamay yo'q bo'lsa. Keyin 170 boshladi. Uchun balandroq portlatmoqchi bo'ldim. Yo'q. Endi qoldi. Bu yerda kreativda kiramiz, survivalda. Yangi ixtiromizni davom ettirib o'zimiz tugatib qo'yganmiz. Tugatamiz, ya'ni shu ixtironi davom etamiz. Joy qaziyamiz ekan. Bilmadim, men unchani qazmadimmi. Ular shuncha joy qazilibdi. Do'stlar, nima ko'rib maza qolyapti. Qanimizni ixtiro ochamiz. Ikkitali otar bo'ladi bu yerda. Bunday qilib titanni olib to'g'rilatish mumkin. Sizlarcha shunaqa shu ixtirochi like qo'yishni unutmang. Shuncha chuqurlikkacha qazib olib shu ixtiroyim. Bu ixtiro aniq sizlarga ham foyda beradi. Keyin ular shu yerda
shu sonli mana qarzib olamiz. Hop, davom etamiz. Uncha joy kavrab tashladim. Mana picha esa bu yerda maza qilib yuribdi. Nari tomon ko'rinmayapti tuman sababli. Qancha qoldigini bu yerdan nariga boshiga chiqishimizga shuni ko'rib olamiz. Oho, hali do'stlar ko'p ekan. Ko'rsatib olaman. Qani do'stlar, mana bunday mana bu yerdan bekitib olishimiz kerak. Keyingi joylarda aniq zo'r bo'ladi. Chunki mana bunaqa zumradlardan, mana bunaqa olmos bu yerda tiqilib yotibdi. Jo'nasak keyingi premyerani chiqarishimiz, keyingi jonli chiqarishimiz uchun sizlar bir dona like bosib qo'yishni unutmang va obuna ham. Mana bu yerda bir dona maxluq qolib ketdi. Buni ya'ni sinab ko'raman. Juda olib yotsak tiyasi. Bundan tiyarmikin sinab ko'ramiz. Qani yurt joyimga yure. Bu buralar bunday o'qilib buralib deyadigan. Tepasiga olsa bunday tegadi. PUBG'da esa tiyasi. Sal tepasiga olsa mana bu tushuntirib ketyapti va oldinroq yotib olamiz. Qani hop. Sal bitmayapti. What the fuck? Bu qanday? Bu yerni o'y bo'ldi ekan, mana bu yer salnandroqdan ham bitta shunaqa ixtironi qilib shu yondan ham o'yib beramiz.
qani bo'ldi endi bu yerni ham qilishni boshladik. Men bu yerda qoladi. Hazırlık qilib so'ng bir bir yarim marta qilaman. Yana hamda lekin bizni bittani yangidan chiqarib ham to'g'ri. Nega bo'lmaydi desam mana shuncha qilganimni bitta suv o'ldirdi shuncha qilgan mehnatimni. Shunaqa asam buzilib ketdi. Bitta suv deb shuncha qilganim yovib ketdi. Kuydim shuncha mehnatimga. Hech kimni bosgan bo'lyapti. Shunchalik qazildi, bunisi esa shuncha. Bunisini hali boshiga yetgan, bunisi hali yarmiga ham yetmagan. Biz keyingi bitmang. Jonli efirimizni do'stlar. Yerdan o'ta katta tuyni ochib qo'ymoqman. Lekin o'sha shu to'playveramiz. Hammada 1,5 mingta like bosish kerak. Shuning uchun hoziroq like bosib qo'yishni unutmang. Hamma ham shunday bo'lsa kerak endi. Minecraft'da kalti o'ta katta tuynuk. Hamma qiziqadi. Shunaqa tuynuklarga yerni kavlab bosib chiqishga. Tak bo'lib turib undan keyin ishimizni davom ettiramiz. Shu 5-kunni hozir 5-kunni ham boshladik. Va biz shunchalik o'yibmiz.
lekin bizga hali juda ham ko'p bo'lishimiz kerak. Bu hali oz. Lekin men premyerani tugatmoqchiman do'stlar. Birozdan so'ng to'rtmingdan premyeramiz ham yakuniga yetadi. Shunchaki biroz tezlashib harakat qilaman. Sen to'rtta qiladi. Endi pastga tushib ko'raman. Pastgacha qancha borligini hali. U joydan o'yib chiqqim kelmaydi. Taxminan shu yerlardan o'yib chiqib ko'raman. Bo'p tursa keyingi premyeralarga chayir. Agar shu premyeramiz 1,5 mingta layk yig'sa, shu yerda kattagan tuynuk ochamiz. Bo'lsa kanalimga obuna bo'lib, layk bosib ketishni unutmang. Kommentariylaringizni ham kutib qolaman. Keyingi premyeraga go deb kommentariy yozib ketinglar. Keyingi premyeragacha